Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa bir kishilik adinoshka spalni tayyorlab berdik. Biz akasingizga baho berasizlar. Tavzor qilamiz mana. Pastki qismlari ham mashqga to'g'ri berganmiz, tugma. Bo'ldi. Bu madraslik bo'lmagan, machqilkalik bo'lgan. Machqilkalik ham baquvvat. Xudo xolasa tepa qismlari ham juda chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Laminat rangi ham необычный rangcha bo'lgan. Poxa ko'rinkalari ham xudo xolasa juda mustahkam tayyorlab berdik. Bemalol 2 kilo peslarni ham ko'taradi. Ikkita tayyorlaganmiz. Mana. Bu yerda ham shunday xuddi shunaqa holat